Bugungi murakkab xalqaro vaziyatda O'zbekiston tashqi siyosatda faol, ishonchli va muhim ishtirokchi sifatida o'z o'rni va ahamiyatini mustahkamlab bormoqda. Ochiq muloqot va o'zaro manfaatli hamkorlikka asoslangan yondashuv mamlakatning mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy diplomatiyani rivojlantirish va xalqaro aloqalarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Bu jarayonda Prezident Shavkat Mirziyoyevning qat'iy siyosiy pozitsiyasi hamda ilgari surilayotgan qator muhim tashabbuslar hal qiluvchi ahamiyat kasb etib, aynan shu yo'nalishlar O'zbekiston Liberal demokratik partiyasining Taraqqiyot nuqtasi munozara klubining navbatdagi sessiyasida ekspertlar ishtirokida atroflicha muhokama qilindi. 2025-yil davomida O'zbekistonda diplomatiya yo'nalishida, ya'ni tashqi siyosat yo'nalishida qanday natijalarga erishdik va 2026-yilda oldimizda turgan vazifalar nimalardan iborat? Shu masalalar bo'yicha bugun suhbatlashamiz. Hozirgi kunda dunyodagi vaziyat juda ham tahlikali, chaqiriqlarga boy, ziddiyatlar kuchaygan bir davrda. Mana shu davrda yuqori natijalarga erishish, o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsadlarni xalqaro maydonda ilgari surishda O'zbekiston juda ham katta marralarga erisha oldi 25-yilda. Ahamiyat beradigan bo'lsak, mana shu yilning o'ziga O'zbekiston va mintaqamiz Markaziy Osiyoni xalqaro maydondagi o'rni, ta'siri, obro'yi oshganini ko'ramiz. Bu albatta davlatimiz rahbarining olib borayotgan tashqi siyosatlari, mana 2017-yildan boshlangan tashqi siyosatning bir natijadorligi ko'rinyapti. Va bu bir jihat, ikkinchi jihatdan men nazarimda 2025-yil bu bizni kelayotgan yillar uchun ham juda ham katta bir natijadorlikni ta'minlashni talab etadigan bir marralarni qo'ydi oldimizga. Bu Shanxay hamkorligi tashkiloti bo'ladimi, Turkiy davlatlar tashkiloti bo'ladimi, yoki bo'lmasa boshqa mintaqaviy tuzilmalar, bu mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida bo'ladimi? O'zbekiston nafaqat ishtirok etyapti, balki hozirgi kundagi ziddiyatli xalqaro munosabatlarga barqarorlik baxsh etadigan, uni rivojlantirishga yo'naltirgan tashabbuslarni ilgari surib kelmoqda. Ham iqtisodiy yo'nalishda, ham ilmiy, texnikaviy, madaniy, gumanitar yo'nalishdagi hamkorlikni kengaytirish, kuchaytirish va uni institutsionallashtirishga qaratilgan. Mana shu jihatdan ham men nazarimda O'zbekistonning o'rni tan olinyapti va e'tirof etilyapti va buning ifodasini biz ko'ryapmiz. Mana 26-yilning boshida yuqori doiradagi muhim bo'lgan tashabbuslarga O'zbekiston ham jalb etilyapti, e'tirof etilgan holda. O'tgan yilni eng muhim voqeasi qaysi desalar, men shubhasiz bu Xo'jand uchrashuvini aytgan bo'lardim. 2025-yil 31-mart kuni uchta davlat rahbarlari Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston yetakchilari Xo'jand shahrida yig'ilib, u yerda o'ta bir muhim masalani hal qilishdi. U ham bo'lsa uchta davlatni chegara nuqtasini, tutash nuqtasini to'g'risidagi bitim imzolandi va yaxshi qo'shnichilik, abadiy do'stlik to'g'risidagi Xo'jand deklaratsiyasi qabul qilindi. Davlat rahbarlarining siyosiy irodasi tufayli, sa'y-harakatlari tufayli, ayniqsa prezidentimizning shu boradagi tinimsiz harakatlari tufayli bu masala, ya'ni chegara masalasidagi chigal muammolar hal qilindi. Eng yaqin va tabiiy Xudo bergan sherigimiz bu Rossiya. Bundan biz maksimal darajada unumli foydalanishimiz kerak. Geopolitik nuqtai nazardan, geostrategik jihatdan ham Rossiya bilan hisoblashish kerak, lekin tenglik asosida, o'zaro manfaatdan kelib chiqqan holda. Va ikkinchi biz uchun eng manfaatimiz bo'ladigan davlat bu Xitoy. Va deylik bizda endi keyingi muhim bizda o'sha manfaatlarimiz uchun mos keladigan bu albatta Yaqin Sharq, umuman musulmon davlatlar ko'ryapmizki, aytishimiz mumkinki, bunday qarasak shu davlatlar bilan hozirgi kungacha siyosiy, diplomatik nuqtai nazardan kelishuvlar, deylik va muloqotlar olib borish deylik mexanizmi yaratilgan. 2025-yil yakunlari O'zbekiston tashqi siyosatining izchil, faol va natijaga yo'naltirilgan xarakterga ega ekanini yaqqol ko'rsatdi. Geosiyosiy barqarorlik sharoitida mamlakat tashqi aloqalarini saqlab qolish bilan cheklanmay, ularni ichki taraqqiyot manfaatlariga xizmat qiladigan amaliy mexanizmga aylantirdi. Maslahat kengashi o'tgan yili endi shuni bir sarf hisobi bo'lib bir sikl tugab, yangisi boshlandida, shu jarayonda ikkita yangi nuqta paydo bo'ldi. Birinchisi, bu tashkilotga Ozarbayjonning a'zo bo'lib kirishi. Va ikkinchi bir muhim jihati, shu tashkilotga e'tibor beringlar, birinchi marta mana endi bitta qadam tashlandida, kichikroq lekin juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bu tashkilotning institutlashuvi boshlandi. Endi bu yerda qabul qilinayotgan qarorlar, kelishuvlar, muzokaralar, muloqotlarni deylik siyosiy mas'uliyatlik, javobgarlik va uni bu tashkiliy mexanizmlar paydo bo'lishi, demak bu
tashkilot bizning obro'yimiz, e'tiborimiz, faolligimizni tasdiqlovchisi bo'ldi. Borib hayot shuni ko'rsatdiki, Xitoy bilan ishlashni O'zbekiston yo'lini topdi-da. Mana shu birinchi marta 25-yilda shu temir yo'lning qurilishi boshlandi. Gap, so'z, muloqot, munozaralar amaliyotga o'tdi. O'zbekiston xalqaro maydondagi ishtirokini sezilarli kengaytirib, 93 davlatga 172 ta yuqori darajadagi tashrifni amalga oshirdi. Natijada diplomatik aloqalar geografiyasi 165 davlatni qamrab oldi. Markaziy Osiyo ayni paytda dunyo nigohida. O'zbekiston mintaqa davlatlari rahbarlari maslahat uchrashuviga raislik qildi va Markaziy Osiyo plus formatini Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Rossiya va Yaponiya bilan amaliy mazmun bilan boyitdi. Bu mintaqaning global siyosatdagi roli oshib borayotganini ko'rsatdi. Bu Markaziy Osiyo plus formatidagi anjumanlar yili deb bemalol aytsak bo'ladi. Sababi 5 ta o'sha Markaziy Osiyo plus formatdagi uchrashuvlar o'tdi. Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi misol uchun, Markaziy Osiyo Rossiya, Markaziy Osiyo AQSh, C5+1. Yoki bo'lmasa yilning oxirida 25-yilning dekabrida Markaziy Osiyo Yaponiya formatidagi uchrashuv Tokio shahrida bo'lib o'tdi. Bunday formatlarda bunchalik ko'p uchrashuvlar ilgari hech kuzatilmagan va agar unga Markaziy Osiyo davlat rahbarlarini maslahat uchrashuvlarini ham qo'shadigan bo'lsak, 6 ta uchrashuv Markaziy Osiyo formatida bo'lib o'tgan. Bu nimadan dalolat beradi? Bu Markaziy Osiyoni xalqaro munosabatlardagi, jahon siyosatidagi obro'si nihoyatda yuksalib borayotganligini yaqqol ko'rsatadi. Endi Markaziy Osiyo jahon siyosatining subyektlaridan biri. Bunda albatta mamlakatimiz yetakchisini sa'y-harakatlarini alohida e'tirof etish kerak. Aynan prezidentimiz tufayli Markaziy Osiyoda hech qachon kuzatilmagan ilgari iliqlik, to'g'rimi? Yaqinlik munosabatlari hozir mana yaqqol guvohi bo'lib turibmiz. Shu Tinchlik kengashining tuzilishi. O'zbekiston birinchi bo'lib siyosiy yirik tashkilotchi tuzuvchisi sifatida shuni tashkil qildi-da. Biz tashqi siyosatimizda biz tushunib yetdik, faqat shimoldan Rossiya yo bu yoqdan Xitoy, bu yoqdan Yevropa bilan emas, bizda o'sha deylik Yaqin Sharq mamlakatlari bilan aloqalarni tiklashimiz kerak, mustahkamlash kerak. Mana shu yerda tizim tashkil qilishga asosiy muhim rol o'ynagan Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari shunda O'zbekistonni taklif qildi. Keling uchrashuv emas, keling shuni birgalikda tashkil qilaylik deb. Bu qaysidir ma'noda juda katta mas'uliyat, juda katta e'tirof etish. E'tirof etishganda mana O'zbekistonni davlatchiligi bor, qadimiy madaniy yodgorliklari boshqalar bilan birga bular ish qila oladi. Dunyo siyosatini belgilashga mas'uliyati ham bor, qiladi ham degan ma'noda borda. Shuning uchun Tramp aytdi-ku, bu odam aytadi ham, qiladi ham dedi. Bu bizning o'sha davlatimizga, xalqimizga berilgan ta'rif va bizda eng yuqori erishgan natijalarimizdan bitta. Qayd etilganidek, ko'p tomonlama diplomatiya doirasida O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida faol ishtirok etib, 4 ta rezolyutsiya qabul qilinishiga erishdi. UNESCO bosh konferensiyasining Samarqandda o'tkazilishi mamlakatning madaniy sivilizatsion nufuzini mustahkamladi. BMTning yuksak minbari O'zbekistonni tashabbuslarini e'lon qiladigan minbarga aylandi deb aytsak xato bo'lmaydi. Mana oxirgi yillarda 13 ta rezolyutsiya, o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining rezolyutsiyalari aynan O'zbekiston tashabbusi bilan qabul qilindi. Bundan tashqari BMTning ishchi organlarida O'zbekistonning nomzodlari saylanishi yo'lga qo'yildi. Ilgari hech qachon saylanmagan bizning nomzodlar. O'zbekiston nomzodlari BMTning ichki tuzilmalarida, institutsional tuzilmalarida hech qachon saylanmagan. Mana ayrim misollarni keltirmoqchiman. BMTning muhim ixtisoslashgan muassasasi bor. Xalqaro mehnat tashkiloti. Xalqaro mehnat tashkilotini ijroiya organida O'zbekiston nomzodi saylanganlik. Yoki boshqa bir misol, BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasida ham O'zbekiston vakili saylanganligi bu albatta quvonarli holat. Ayniqsa bu borada iqtisodiy diplomatiya aniq natijalar berdi. Tashqi savdo aylanmasi 80 milliard dollardan oshdi. Eksport 33,5 milliard, xorijiy investitsiyalar 43 milliard dollarga yetdi. Xalqaro reyting agentliklari tomonidan suveren reytingning oshirilishi iqtisodiyotga bo'lgan ishonchni yanada orttirmoqda. Investitsiya sohasida yana hozir davlatimiz rahbari tomonidan bizga
vazifa qo'yildi. Bunda hozir mamlakatimizda o'tgan yilda masalan 43 milliard dollar bo'lsa, bu yilga 50 milliard dollar xorijiy investitsiyani jalb qilishimiz kerak. Bu yana bitta asosiy masala berildi. Albatta nafaqat raqamlarda emas, sifatga qarashimiz kerak. Chuqur tahlil qilishimiz kerak. O'sha investitsiya loyihasi bizga berilayotgan hududga to'g'ri keladimi? O'zbekistonning sharoitiga to'g'ri keladimi? Misol uchun import tahlil qilishimiz kerak. Import biz qaysi davlatlardan nimalarni import qilyapmiz yoki biz qilayotgan mana shu eksportda eksport ishlab chiqarish nimamiz tashqi bozorlarga qanaqa yo'naltiryapmiz? O'tgan yili 11,7 million xorijdan turistlar tashrif buyurgan bo'lsa, O'zbekistonga aprel oyidan boshlab rekord natija ko'rsatish boshlandi. Ya'ni tarixda kuzatilmagan har oy milliondan ortiq turist tashrif buyurdi yil oxirigacha. Turizm sohasida xizmatlar eksporti 8 milliard dollarni tashkil qildi. Bunda asosiy eng katta yutuq bu davlatimiz rahbari tomonidan sohani qo'llab-quvvatlayotganligi, sohaga berilayotgan e'tibor va yaratilgan vizasiz rejim tizimlari, har tashriflar davomida eshitilayotgan yana bir kelishuvlardan bittasi o'zaro davlatlar o'rtasida vizasiz rejimni joriy etilishi. Shuningdek, muloqotlarda qayd etilganidek, mehnat migratsiyasi geografiyasi 30 dan ortiq davlatga kengaydi. 2025-yilda 400 mingdan ortiq konsullik harakatlari amalga oshirilib, fuqarolar manfaatlari himoya qilindi. Tashkiliy migratsiyani asosida 30 dan ortiq davlatda mehnat qilayotganligi alohida ta'kidladi. Bu yo'nalishda migratsiya masalasida, masalan, O'zbekiston fuqarolarini xorijda ishlash masalasi ham juda ham boshqa bosqichga ko'tarilganligi bu alohida e'tirof etildi, qayd etildi va bu yo'nalish bo'yicha ko'plab topshiriqlar berildi. Qaysi davlatlarga chiqa olardi O'zbekiston fuqarolari 10 yil avval? Qo'l bilan sanab berardik-da. Hozir dunyoni juda ko'p davlatlarga chiqamiz. Fuqarolarimiz davlatni imijini yaratadi-da chet elda ham. Biz mana shu imkoniyatlardan oqilona foydalanishimiz, to'g'ri tutishimiz, o'zimizni mana shu O'zbekistonni fuqarosi ekanligidan g'ururlanib, uni obro'sini oshirishga qaratilgan harakatlarni amalga oshirishimiz kerak. Xorijda bo'lganimizda bu nafaqat mamlakatni imajiga, balki mana shu fuqarolarimizni imkoniyatlarini oshirishga, biznes muhitni yaxshilanishiga, munosabatni yaxshilanishiga olib keladigan juda katta muhim bo'lgan faktor hisoblanadi. Bizlar tomonimizda ham mana Tashqi ishlar vazirligi ko'magida 20 ga yaqin davlatlarda albatta tashriflar amalga oshirildi. 100 dan ziyod uchrashuvlarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan o'sha migratsiya modeli, tartibli migratsiya bo'yicha bizada takliflarimiz, bizada fikrlarimiz, undan tashqari O'zbekiston mehnat bozoridan ortiqcha ishchi kuchini to'g'ri boshqarish migratsiya jarayonlariga sohani diversifikatsiya qilish, undan tashqari aholini o'sha barqaror ish o'rinlari bilan ta'minlash masalalari bo'ldi. Chet elga borib ishlash borasida firibgarlik holatlari yoki bo'lmasa o'sha chet eldan qanaqadir kiber jinoyatchilik asosida qanaqadir sertifikatlar jo'natish va hokazo shunaqangi holatlar ham ro'y berdi. Buni oldini olish borasida qanaqa ishlar qilinyapti? Raqamli zamon bilasizda, jozibali reklama, jozibali demak va'dalar va boshqalar. Biz nimani xohlardikki, targ'ibotimiz yetarli, demak 9,5 mingdan ziyod 10 mingga yaqin mahalla aholi institutlari, mahalla institutlari bo'lsa, barchasida mahalla yettiligida 7-8 kishi ishlaydi. Hammamiz o'sha mahallada migratsiyaning salbiy oqibatlari, afzalliklari va boshqasidan voqifmiz. Bir inson maslahat so'rasa, menimcha qonuniy ketsang to'g'ri bo'ladi degan hech bo'lmasa bir xalqqa yaqin nimalarimiz yaratilgan. Bundan tashqari Migratsiya agentligi O'zbekiston fuqarolarining tartibli bo'lishi, mehnat sevarligi, u yoqdagi intizom bo'yicha kafolat darajasini olish mas'uliyatini olganmiz va har bitta ish o'rni aniqlangan ish o'rinlari bundan keyin xususiy bandlik agentliklari, undan tashqari konsalting agentliklari bilan ham shartnomamiz tuzamiz borib, ular bo'yicha ochiq, oydin taqsimlanadi. Bir so'z bilan aytganda, 2025-yilda O'zbekiston tashqi siyosati nufuzi xalqaro maydonda yanada oshdi. Bu albatta mamlakatda iqtisodiy o'sish, investitsiya jalbi va fuqarolar farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi.